Toshkentda Yandex ishlab, "Menimcha topdim" deganlarga ishonib yurmanglar. Hozir o'zim mashinamda Yandex qilib, sizlarga qancha topganimni ko'rsatib beraman. Ketdik. Birinchi bo'lib mashinani tozalab yuvib olamiz, chunki yo'lovchilar tozalikka ham e'tiborni qaratishadi. Keyin esa gaz to'ldiramiz. Va men buyurtmalarni bajarishga tayyorman. Mana o'sha birinchi yo'lovchi. Komfort tarifiga mani mashinamning yili yetmadi, shu bois start tarifini ishlab ko'ramiz. Yo'ldagi tirbandliklarni hisobga olmaganda yo'lovchi bilan suhbatimiz zo'r qizidi. Sakkiz soat mobaynida 21 nafar yo'lovchini o'z manziliga yetkazib qo'ydim va 481 ming so'm ishladim. 8 soat mehnat uchun bu oz emasmi yoki ko'p? Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.